Sun'iy intellekt tufayli ayrim kasblar umuman yo'qolib ketayotgan bo'lsa, ayrim kasblar umuman boshqa formatga o'tyapti. Mendan juda ham ko'p so'rashadi, ustoz qaysi kasbni tanlay, qaysi shifokorlik yo'nalishini tanlasam menga eng ma'qul bo'ladi deb so'rashadi. Men hozir sizlarga qaysi yo'nalishni tanlash emas, balki qaysisini tanlamaslik kerakligi haqida men sizga aytmoqchi. Do'stlar, kelajakda birinchi bo'lib iskusniy intellekt, ya'ni AI ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yo'nalish bu radiologiya kasbi hisoblanadi. O'zbekistonda juda ham kuchli radiologlar bor. Ularning asosiy tajribasi minglab keyslarni ko'rishga asoslangan. Lekin do'stlar, AI sekundlar ichida millionlab keyslarni ko'rib chiqishi va o'zining xulosasini yuqori aniqlikda ko'rsatishi mumkin. Va kelajakda do'stlar, faqat va faqat kompleks holatlar va etikaga tegishli bo'lgan radiologik muammolar faqatgina insonlar tomonidan yechilishi mumkin bo'ladi va qolgan hammasini AI o'zini qo'liga oladi. O'shaning uchun ham do'stlar, agar sizlar radiolog bo'lmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, bu fikringlarni bitta ko'rib chiqing. Videoni radiolog bo'lmoqchi bo'lgan do'stinglarga jo'natib qo'ying.